Xon bo'pti. Voy gaplaringizni hech kimga aytmayman, xavotir olmang. O'zi eng yaqin qo'shnimsiz-ku, bo'pti. Chiqing, o'tiramiz. G'iybatlashamiz. Bismillah, shu ham risolatga. Voy shu vaziri qo'shnim ham g'alati debdi. Voy bir jinni ahmoq hamma gapini dardini menga aytib o'tiribdi. Voy men qani ichim portlab ketadi, hozir fodat ketaman endi. Voy alo. Ha, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy qanaqasiz? Vaziraniki ichib qo'ydim. Pismiq-ku, bilasiz-ku. Qizi qaytib ketdi, shuni bildirmayapti, menga aytmayapti. Ichidigini shartta bilib qoldim, oxiri o'zi dardi yorildi-de. Qizi qaytib ketdi, o'g'lini ishi yaxshi emas ekan. Vazirami? Vazirani oilasi problema bo'lib yotibdi. Ha, o'shanga sizga qilyapman. Qiz ajrashib ketdi, o'g'lini ishi yurishmayapti, eri bilan har kuni urushgan bular. Oilasini qarang, nima bo'lib yotibdi. O'zi ahmoq, bu xotinning o'zi ahmoq. Nima deysiz, oilangiz boshqa-de? Vazira bo'lmaydi, o'zi xarakterini ham bilasiz-ku, yaxshi emas. Ha, bo'pti. Chiqing, o'tiramiz, bir g'iybatlashib gaplashamiz. Chiqing. Ha, bu men aytganim hech kimga aytmang vazirani, xo'p? Oilasidagi narsalarni sizga aytyapman, hech kim bilmaydi. Bo'pti. O'zingiz ehtiyot qiling, chiqing Saodatxon. Xo'p. Popladim. Ana endi butun mahalla biladi, butun mahallaga tarqaladi-ya. Zo'r bo'ldi-de. Birodarlar, omonat nima edi? Alloh bizga arz qilgan. Allohning farzlari, taklifotlari. Agar bu omonatni yelkamizga qabul qilib olib turib ado qilmasak, albatta jazolanamiz.